Assalomu alaykum, hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, obunachilar. Bugungi mavzuyimiz o'sha menga bergan savollar asosida biz o'tgan mavzumizda ruh metallurgiyasi bo'yicha umumiy gaplashgandik. Biz metallurgiyasi bo'yicha ham bitta yaxlit bir ma'lumot tayyorlab bering degan savollar bo'ldi. Mis metallurgiyasi bo'yicha gaplashamiz. Mis bugungi kunda eng yuqori ishlab chiqarish ko'rsatkichi Chili, Xitoyda mis ishlab chiqarish bo'yicha birinchi o'rinda turibdi. O'zbekiston ham yildan yilga mis ishlab chiqarish bo'yicha o'sha yuqori davlatlar qatoriga qo'shilish etapida ketmoqda. Mis oksidli, sulfitli minerallar holatda uchraydi, ya'ni oksidlangan yoki sulfitlangan minerallar holatda. Biz sulfitli minerallarni metallurgiyasi bo'yicha gaplashamiz. O'zi mis minerali, sulfitli mis minerali birlamchi hamda ikkilamchi sulfitli minerallarga bo'linadi. Masalan, birlamchiga halkapilit, bornitni misol keltiradigan bo'lsak, ikkilamchi mis mineraliga kavelin, halkazin kabi minerallarni misol keltiramiz. Mana bu mis minerallarni ko'rib turibsiz. Bu mis minerallari o'sha sulfit holatda, ya'ni oltin gugurt bilan birikma holatda joylashganligi uchun biz uni flotatsion yo'l bilan boyitsak bo'ladi. Flotatsion boyitishimiz uchun mana bu tayyor sinf o'sha yetarli miqdorda bo'lsagina o'sha flotatsion yo'l bilan boyitishimiz mumkin. Chunki og'ir yirik zarralarni suv yuzasiga ko'tarish imkonsiz. Buning uchun biz dastlab o'sha konlardan qazib olingan foydali qazilmani maydalash jarayoniga olib boramiz. Bunda drobilkalar o'sha konusli, jag'li, volkovoy kabi bir qancha drobilkalar yordamida maydalaymiz. Maydalashdan maqsad yuzasini ochish, ya'ni kondan qazib olingan minerallarning o'lchami turli metrlargacha, katta 1,5 metr, undan katta bo'laklar ham bo'lishi mumkin. O'sha maxsus o'sha portlash yo'llari bilan o'sha hajmini kichraytirib boyitish fabrikalariga o'sha avtotransport yoki temir yo'llar orqali olib kelinadi. Olib kelinganda maydalash jarayonida ana konusni misol keltiradigan bo'lsak, 3 bosqichli konusli drobilkada maydalaymiz. 3 bosqichda maydalashimizdan sabab bir bosqichning o'zida kerakli o'lchamni olish miqdori juda kam yoki bo'lmasam o'sha drobilkani ishlab chiqarish quvvati juda kichkina bo'lib ketadi. O'shaning uchun biz 3 bosqichdan foydalansak, ham ishlab chiqarish quvvati yuqori, ham olinayotgan mahsulotimizni tarkibidagi yetarli o'lchamdagi minerallarning foizi ko'p bo'ladi. Masalan, 1200 mm-dagi kelgan rudani dastlab konusli korpusli drobilkada maydalab, uni 300-350 maksimal kattalikdagacha maydalanadi. Maydalangan ruda ikkinchi bosqich, o'rta maydalash bosqichiga tushadi. Sredniy drobilka bunda 350 maksimal rudani 70 mm-gacha maydalab olamiz. Undan keyin uchinchi bosqichdan keyin mayda maydalash bosqichidan keyin rudamiz 10-20 mm o'sha har bir fabrikaning o'zini talab etilgan foizgacha erishiladi. Undan ya'ni maydalash jarayonidan keyin yanchish jarayoni boshlanadi. Maydalash jarayonining unumdorligi o'sha, ya'ni har bir bosqichlardan oldin qo'yilgan elaklar, guruhlarning ish unumdorligiga bog'liq. Ya'ni maydalash jarayonida tasniflash jarayoni ham amalga oshiriladi. Maydalangandan keyin yanchish jarayoni bor. Yanchish jarayoni turli tipdagi tegirmonlardan foydalanadi. Masalan, sharli tegirmonlar yoki bo'lmasa o'z-o'zini qayta yanchuvchi tegirmonlar, yarim o'zini qayta yanchuvchi tegirmonlar yoki bo'lmasa sterjinli tegirmonlar misol keltirsak bo'ladi. Yanchishdan maqsad o'sha maydalashdan yuzasi ochilgan hajmi kattalashtirilgan o'sha rudani, mineralni foydali yuzasini ochish, ya'ni o'sha tayyor sinfni ma'lum bir foizga yetkazish. Tayyor sinf o'sha 0,74 mm deb oladigan bo'lsak, o'sha yanchish jarayonidan keyin o'sha sinf miqdori yetkaziladi. Qaysi bosqichda boyitishga qarab o'sha yanchish jarayoni olib boradi. Masalan, flotatsion yo'l bilan boyitish uchun o'ta mayin mahsulot talab qilganligi uchun ikki bosqichda
yanchish jarayoni amalga oshiriladi. Yanchish jarayonidan keyin olingan o'sha yanchilgan mahsulot flotatsiya yo'li bilan asosiy nazorat, tozalash flotatsiyalari amalga oshiriladi. Har birini o'tgan darsliklarimizda ma'lumot berganman, qaysi flotatsiya nima vazifani bajaradi. Boyitish natijasida olingan konsentrat quyultirish jarayonidan cho'kkan o'sha suvsizlantirilgan materialni agar kollektiv flotatsiya bo'lsa, selektiv flotatsiya qilib, ya'ni kollektiv konsentrat bo'lsa, bu kollektiv konsentrat tarkibidagi foydali minerallarni ajratib olish uchun selektiv flotatsiya qilinib, alohida konsentratlar olinadi. Mis konsentrati quyultirish, filtrlash, quritishdan keyin o'sha eritish zavodiga yuboriladi. Eritish zavodida mis konsentratlarini shextovka qiladi. Ya'ni shexta bu pechga solinadigan tayyor mahsulot. Ya'ni pechga solinadigan tayyor holatga keltirish uchun turli tarkibli shextalarni aralashtirib o'rtacha holatga keltirib olinadi. Agar namligi yuqori bo'ladigan bo'lsa, maxsus quritish usullari bilan namligini kamaytirib eritish jarayonida turli eritish pechlaridan foydalanadi. Masalan, yalliq qaytaruvchi pech, kislorod mashalli pech, Vanikov pech, dunyoda o'sha mashhur Mitsubishi, Autocompo, FL Smith kabi flash smelting degan pechlar bor. Har birining o'zining funksiyasi bor. Masalan, Vanikov pechini oladigan bo'lsak, shextani qabul qiladi. Avtogen jarayon natijasida shlak shtenga ajratib beriladi. Shlak atvalga shteyni konverterlash jarayoniga ketadi. Ba'zi Mitsubishi kabi bir dunyoda pechlarimiz bor. Eritish pechi, konverter pechlari, hamma pechda o'zida mujassamlashtirilgan kompleks pechlar bor. Ya'ni ana konsentratdan shixta tayyorlandi, shixta eritish pechiga beriladi. Eritish pechida avtogenli proses yoki yoqilg'i berish jarayonida eritish natijasida shlak shtenga ajraladi. Shlak tarkibida 1% maksimal foydali komponent saqlab, u atvalga ketadi. Shten keyingi qayta ishlash, konverterlash jarayoniga bo'ladi. Konverterlashdan maqsad xomakimiz olish, ya'ni o'sha olingan pechdan olingan shtenning tarkibidagi keraksiz qism jismlarimiz, minerallarni chiqarib olish, elementlarni, masalan, oltin gugurt, temir. Eritish pechidan chiqqan shtenning tarkibida 40% mis bo'ladigan bo'lsa, konverterlashdan keyin 97%, 98% gacha mis mavjud bo'ladi va bu konverterlashdan olingan xomakimiz rafinerlashga, tozalovchi eritish jarayoniga yuboriladi. Masalan, anod pechida o'sha tarkibidagi keraksiz minerallarni oksidlab kuydirib, shlak holatida chiqarib oladi. Eritish pechini shlak atvalga ketadigan bo'lsa, konverterda shlaki eritish pechiga qaytadan yuboriladi yoki bo'lmasam konverterning shlakni maydalab, yanchib, yana boyitish jarayoniga boshlaydigan bo'ladi. Sababi konverter pechini o'sha tarkibidagi foydali komponentning miqdori yuqori. Anod pechidan chiqqan shlak yana konverter pechiga qaytariladi. Anod pechidan olingan anodlar maxsus shaklda quyma holatda quyilib, elektroliz jarayoniga yuboriladi. Elektrolizda o'sha anodlarni maxsus kislotada eritib, anodni solib, anoddan misni katodga o'tkazib, o'sha 99.9 o'sha foiz sof 4.9lik masalan mis holatiga elektroliz jarayonida ajratib oladi. Anod tarkibidagi o'sha mis bo'lmagan qimmatbaho foydali komponentlar cho'ktirilib, shlamga o'tkazilib, shlam tarkibidagi foydali metallar yana maxsus usullar yordamida qimmatbaho metallar ajratib olinadi. Mis elektrolizdan chiqqanimiz katod holatida sotiladi yoki bo'lmasa uni qayta ishlab, mis simlari, mis turbalari yoki mis detallari mexanizm uchun detallar holatiga yasatib sotiladi. Mis metallurgiyasi qisqasi shu zanjirdan iborat. Maydalash, yanchish, boyitish, tayyorlash, yordamchi jarayon, keyin eritish jarayoni, konverterlash, tozalash, elektroliz hamda sof mis olish. Bu mis metallurgiyasining qisqacha umumiy ma'lumoti edi.
E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizni kuzatib boring. Agar sizlarda ham qanaqadir savollar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozsangiz, shu savollaringiz bo'yicha video ma'lumot tayyorlab kanalimizga yuklaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.